ko'pchilik qo'y boqar akalarimiz mana shu narsaga umuman e'tibor berishmaydi. Tozabek. Buni bir yarim oy, bora 2 oyda bir marta mana shu narxni 40 to'sh kerak qo'ydi. Sababiki nimaga qilqiladi aytaymi? Bu narsalar bizning O'zbekiston sharoitimizda xo'jalikda boqiladi uyda. Tog' toshlar, dashlarda yurganda bu yemirilib ketadi o'zi. Mana buni qaychini Xitoy qaychini 20 mingga beradi. Misolda mana bunday qilib 40 turilsa agar haligi oyog'i cho'loq bo'lib qolishi ham mana shunday. Mana oyoq o'rib qolishi mana hozir konkretda fakt aytaman. Mana shu narsa bor mana shundaqa. O'sgandan keyin ustiga bunday qoplagandan keyin bosqandan keyin oyoqni bunday yerda zabr kelgandan keyin, zarb kelgandan keyin og'rishi boshlanib qoladi. Ha, bunda atak og'rimaydi. Shuni 2 oy mana 20 mingga beradi mana qachon olib kelib qo'yib, mana shu holatda qilib tursa bo'laveradi mana. Tirnog'ini olib turish. Tirnog'ini olib turish kerak. Ya buni o'zimiz tirnoq o'sib ketsa, o'zimiz bir narsa qani qiynalamiz, shunday narsa bu. Tak. Ushlab turgan. Mana. Mana. Ko'pchilik e'tibor bermaydi ama bunga. Bu narsaga bor 70-60% e'tibor bermaydi. E'tibor berilmaydi. Oyoq o'riyapti deb yurilaveradi. Oyoq o'rib qolibdi, mahnadan kelib chiqadi. Oyoqni qilib tursa hayotda o'rmaydi. Tindaq o'sib ketsa odam oyoq o'sib, tindaq o'sib ketsa yurolmaydi hozir.